Xo'p, Termuxdan chiqib ketganimizda mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Ya'ni chiqib ketganda top-toza holatga kelib turgan bo'lishi mumkin. Bu holatda boya biza birinchi navbatda 10 tacha kod kiritib oldik modullar. Endi u kiritish shart emas. Buning uchun oson kirish yo'li bor. Mana bu yerdagi papkamizning nomi bor-ku. Buni o'zlaringiz uchun 3 ta papka, 3 ta kod qilib saqlab olasizlar. Ya'ni CD ustidagi emulyator A1 papka bor edi, o'shani ustiga bosib Termuxga xuddi o'sha ko'rsatganimdek qilib paste qilib enterni bosamiz. Va bu yerda yashil papkachamiz paydo bo'ladi. Bu yerda lotincha L S harfini bosib yana enterni bosamiz. Enterni bosib olganimizdan so'ng bizada dasturlarimiz paydo bo'ladi. Kirib, endi dastur ochish kodi bor edi. Python uzgram 6p. Buni kiritamiz. Xo'p, kiritamiz Termuxga va qarabsizki, dasturimiz ochiladi. Dasturimiz уже ochildi mana. Dasturimiz ochib olindi. Bu yerda bo'limlari bor. Raqam ulash, faol bo'limni, ya'ni raqam ulashlar bo'limi, odam qo'shish bo'limlari, har xil bo'limlarimiz bor. Bular bilan tanishib chiqasizlar. Xo'p, raqam ulash bo'limi 1, ya'ni birinchi raqam oldida turgani raqam ulash bo'limi bo'ladi. O'shaning uchun buni oldidagi son kiritiladi. Mana turgan bo'lsa, buni oldidagi bir raqam bo'limining yonidagi 1, 2 o'sha o'chirish bo'lsa, to'g'ri shunaqa kiritiladi. Xo'p, birinchi bo'limni bosaman, raqam ulash 1 bosdim va pastda yozuv chiqadi. Nechta raqam ulamoqchisiz degan e'tibor beringlar. Bu yozuvlarni o'qib, o'shandan keyin yozinglar. Mana bu yerda yozuv chiqadi. Nechta raqam ulamoqchisiz deb sonini yozinglar. Men bitta ulamoqchiman, 1 yozaman. Sizlarda 10 ta bo'lsa 10, 5 ta bo'lsa 5 yoki 2 ta bo'lsa 2 ta yozasizlar. Farqli ulamoqchi bo'lganlaringizni yozasizlar. 1 yozdim, enterni bosaman, raqamni yozing deyapti. Telegramga kirib, raqamni kopirovat qilib olaman. Ustiga 1-2 marta bossam, o'zi kopirovat bo'ladi mana. Va dasturga kiraman, paste qilib taylayman, joylayman, ya'ni. Xo'p, raqam ulandi deyapti. Raqam ulandi, ya'ni bu yerda kod kiradi, kod deb yoziladi. Sizlar kodni kiritasizlar. Bu raqam dasturga ulangan ekan, balkim o'sha odam qo'shish jarayonida kod kelib qolsa, kiritib ko'rsataman. Mana bunaqa bo'lgandan keyin raqam kiritganlaringizda kod kiradi, o'sha mana bu raqamimizga. Keyin koddan Telegramga kiradi. Telegramdan olib bu yoqqa kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir men kiritgan ekanman o'sha. Endi nima qilamiz? Telegramga o'tamiz va odam qo'shish uchun guruh ochganman mana bu. Guruh ochib olganman odam qo'shib olish uchun. Mana bu guruhimizga endi bu guruhdan odam olamiz. Odam oladigan guruhimizni linkini ustiga bosib kopirovat qilamizda, guruhimizga tayyorlab olamiz. Ya'ni ustiga bitta bosib, mana bu joylarni o'chirib chiqamiz. Ya'ni t.me degan joyini o'chirib chiqamiz. Mana t.me degan joyini o'chirib, kuchukcha qo'yamiz va yuboramiz. Va mana guruhimiz paydo bo'ldi. Endi o'zimizning guruhimizni ham xuddi shunaqa qilib sozlab olamiz. Xo'p,